qachon Makeup Days O'zbekistonda loyiham haqida gapirmaganman. Keling, biroz bugun gapirib beraman. Makeup Days O'zbekistonning asosiy vazifasi burunni ustiga namlantiruvchi surmaymiz. Burunni ustiga namlantiruvchi sursak, makiyaj tezroq oqib ketadi. Chunki burunni seni uchundan chekkandim. Hurmatli xonimlar va janoblar, aziz hamyurtlar, poytaxtimiz mehmonlari, barchangizga xush kelibsiz deymiz. Добрый вечер, уважаемые гости, уважаемые дамы и господа. Сегодня здесь, в самом сердце нашей столицы, начнется уникальное событие. Makeup Days Узбекистан. Добро пожаловать! Итак, дорогие друзья, сегодня всех нас ждут мастер-классы, эксклюзивные показы и живое общение с лучшими визажистами и стилистами со всего мира, можно сказать, с России, Средней Азии, Узбекистана, с других стран. То есть все они здесь, все они покажут нам сегодня действительно настоящий мега-мастер-класс. Итак, сегодня мы на территории красоты, вдохновения и новых возможностей. И сегодня мы вместе откроем яркую страницу истории бьюти-индустрии Узбекистана. Итак, дорогие друзья, уважаемые гости, я бы хотел сразу отметить о том, что у нас есть спонсоры, без которых бы не прошло это событие. Мы благодарим генерального спонсора МОАЗ, а также благодарим наших официальных спонсоров Чосунга, конечно же, спонсоры Bloom, Art Visage, Estre, Carla Makeup, Lendan. Birinchi master-klass boshlanadi. O'shanga bitta gulduros qarsak bo'lmasa bo'lmaydi. Qani bitta gulduros qarsanglar. Самой главной героине, самому главному, кто сегодня сделал этот праздник. Ассаламу алейкум. Вроде у меня микрофон работает. Да. Hammaga assalomu alaykum. Hammalarni Makeup Days O'zbekistonda xush ko'rdik.
qayta va qayta menga va loyihamga ishonch bildirayotganingiz uchun avvalo o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Bu biz uchun juda ham bebaho. Biz 2 yil ichida shunday katta bo'lmasam, men tayyorman, sizlar ham tayyormisizlar? Boshladik. Rahmat. Bugun sizlar bilan birgalikda men o'zimni eng yaxshi ko'radigan kelinlar pardozimni qilib beraman va yoz paytida eng uzoq turadigan makiyajni ko'rsataman. Umuman qishda ham, kuzda ham qilsangiz bo'ladi. Bu eng uzoq turuvchi makiyaj texnikasi. Terini toner yordamida namlantirib olaman. Terini bir qator toner yordamida artib olaman. Toner menda Hadalaba brendidan quruq, yog'li, aralash barcha yuzlarga tushadi. Umuman yog'lantirmaydi, tinchlantiradi va birozgina terini oqartiradi. Ana bundan keyin men namlantiruvchi kremlarga va serumlarga o'taman. Serum bugun juda ham O'zbekistonda mashhurlik erishayotgan All the Nature brendidan har qanaqa yuzga tushadi. Bazorni ishlatsangiz bo'ladi, teri parvarishida ishlatsangiz bo'ladi. Obyomi ham juda katta. Juda ham lipki, lekin hozir biz modelimiz Shabnamkada terilarda birozgina allergiya bo'lgani uchun tinchlantiruvchi va namlantiruvchi All the Nature brendidan ishlatamiz. Buni men kechki ovqatda o'zim ham ishlataman. Juda ham burunni ustiga namlantiruvchi surmaymiz. Burunni ustiga namlantiruvchi sursak, makiyaj tezroq oqib ketadi. Chunki burunni ustida kunduzi namlantiruvchiga hojat yo'q. Namlantiruvchi krem ham surishingiz shart emas. Ana endi yashil bazadan suryapman. Yana eng qiziq tomoni bazani shimmerlari ham bor. Ya'ni ham qizarishlarni neytralizatsiya qiladi, ham terini yaltiratib, ochartirib ko'rsatadi. Sezildimi? Ham tarkibida silikon bor. Makiyajni uzoqroq turishiga yordam beradi. Aniqrog'i juda ham uzoq ushlab turadi. Yarmarkada bu brenddan bor. Ana endi tonga o'tamiz. Labay. Yana ham ko'proq yutvoylar, yana ham ko'p xursand bo'linglar deb bu yil 3 ta iPhone oldim, bilasizlarmi? Qani 3 ta iPhone olib kelib beringlar, shu yerga qo'yib qo'yayman. 3 ta iPhone. Mana master-klassimdan keyin bitta iPhone 16 ni o'zim Shabnam bilan birgalikda o'ynab chiqib ketaman. Kim sotib olishga ulgurgan bo'lsa, Lotatronga sotib qo'yinglar, cheklaringlarni, xo'p? Ana endi ton kremiga o'tamiz. Ton kremi yog'li yuzlar uchun, muammoli yuzlar uchun eng uzoq turuvchi ton kremi bu Dolce & Gabbana shu ton kremi. Juda ham ko'pchilik o'ylaydi Estee Lauder Double Wear. Yo'q. Mana shu ton kremi juda ham uzoq turadi. Va buni byudjetniy analogi Karladan hozir qani men tayyorlab olib kelgan edim. Juda ham uzoq turuvchi ton krem, juda ham uzoq turuvchi Karladan, juda ham mat va uzoq turuvchi. Birozgina ochiq qilishi mumkin, bu to'qroqdan olib qo'shaman. Juda ham uzoq turadi. Matовый finish. Qaytgancha makiyajni boshdan oxirigacha Moaz Beauty kistarda qilamiz. Eng kuchli muammoli yuzlarga ham ideal to'g'ri keladi. Ideal yopadi. O'ta kuchli yopuvchi tonalli krem. O'ta kuchli pigmentlashtirilgan tonalli krem. Yaqinlashtirib ko'rsataman hozir. Tonalli kremni men avval ton kremini juda ham yupqatlab surib chiqaman, keyin qayer yopilmasa ana shu joyga ikkinchi marta surib chiqaman ton kremini. Bo'yinga esa
Agar terini faqat uruvchi harakat qilish mumkin, shlifovka qilish mumkin emas, terini battar jarohatlab qo'yasiz. Kisni ustidan sportda bir qator sekingina yurib chiqsanglar ham bo'ladi. Ana endi meni eng sevimli mahsulotim ko'z atrofiga ishlatishga bu Valentina. Chunki juda ham yumshoq, juda ham chiroyli finish beradi. Ko'z atrofida birozgina to'q aylanlar bo'lgani uchun to'qroq rangidan oldim. Valentinadan LN Tour. Avval to'q aylanani yopib olib, keyin faqat ochartiruvchi konsiler ishlataman. Qaylalarni yopib oldim. Endi esa yaqinda O'zbekiston bozorlarida aktiv sotilishni boshlaydi Cho'sungah Beauty'dan ochartiruvchi konsiler ishlataman. Juda ham yumshoq, ko'z atrofida umuman yig'ilmaydi va narxi ham yonbob bo'ladi. O'zbekistonda yaqinda barcha plashatkalarda sotuvda bo'ladi. Cho'sungahdan Rice konsiler ishlatyapman. Juda ham kuchli pigmentlashtirilgan, shuni hisobiga ko'z atrofida yig'ilib qolmaydi, og'ir tekstura bo'lmaydi, lekin juda ham chiroyli relyef beradi. Ya'ni birozgina ko'tarib ko'rsatadi. Kerakli joylarga surib olaman. Agar mijozingizning mana bu joyida chuqurlik bo'lmasa, surishingiz shart emas. Demak, chuqurliklarga yoki do'ngroq ko'rsatishim kerak bo'lgan, ya'ni huquqliroq ko'rsatishim kerak bo'lgan zonalarga surib olaman va tampovать qilib ishlayman. Ikkinchi harakatda umuman shlifovочный harakat qilmaylik, ton yig'ilib qaytib chiqadi. Faqat tampovать qilamiz. Kistочка Moz Brush'dan Dila высококачественный taklondan qilingan, juda ham qulay. Ko'rsatib o'tib ketmoqchiman ton masalasida, juda ham qulay. Qayta surishingiz mumkin. Hozir men master klassimdan keyin buni qanaqa ishlatish bo'yicha ham video ko'rsatamiz. Juda ham qulay. Stik, stik. Mana juda ham qulay va orqasida kistchkasi ham bor. Ya'ni yoningizda olib yurishga ham yaxshi. Mana bunaqa kisti ham bor. Men o'zim ishlatib ko'rdim. Hozir ham yuzimda aynan shu tonalkadan o'zimga ham shuni ishlatdim. Juda ham yoqdi. Kimman? Jonli yeting sovg'a bermoqchiman. Pasportingizni olib sahna oldiga kelasiz, sizga sovg'a beramiz. Keyin hammasini tabriklaymiz, xo'p? Qizlar, mana bu joyni juda ham ko'pchilik o'tkir qilib chiqarishni yaxshi ko'radi. Agar sizni regioningizda hali ham bu narsa trendda bo'lsa, keling, men o'zimni texnikamni ko'rsataman. Kremoviy konturingda avval to'g'ri qilib pastga qarab chiziq chizaman. Keyin esa yo'lga qarab chizaman. Ya'ni yengil o'tkazmayman, tekis qilib yuraman. Yo'q, to'xtab turinglar, hali yig'ilinglar. Juda ham o'tkir qilib belgilab olaman. Agar siz regioningizda bu urushda bo'lsa hali ham mana bu tomonga ham iPhone 14 egasi kelishingiz mumkin. Kelib olib ketsangiz bo'ladi. Quruq bilan fiksatsiya qilaman. Zerikib qolmadinglarmi? Quruq bilan fiksatsiya qilaman. Quruq konturing ishlatayotgan kistchka Moz Brush'dan Guli ismli kistchka. Bu kistchka fabrikimiz rasmga tushib qo'yinglar, fotoapparat. Qaranglar. Kelinglar. Tug'ilgan kuni bo'layotganda, bir kuni tug'ilganda, davaychi, tezroq. Uzbekistan.
Ko'rdinglarmi? Bu ko'z katta bo'lib qolgan. Kim sezdi? Demak, mana bu частьni yaltiratib chiqdim. Osti Ko'rdinglarmi? Ko'z katta bo'lib qoladi sразу. Kim sezdi? Demak, bu judayam ommalashib ketayotgan texnika, koreyskiy, kitayskiy hamma har xildan, ya'ni ko'zni mana bu joydagi boyligini shishirib ko'rsatish. Kim yaxshi ko'radi bu texnikani? Ana endi ko'zni boshlanish qismini bo'yimiz. Ko'zni boshini highlighter qildim. Aniqrog'i highlighter o'rniga ham artvizor tenidan o'sha ko'zni mana bu joyga ishlatgan siyashkamdan ishlatdim. Ana endi tush qo'yaman. Шабнамка, ты сама сможешь? Не наверх и вниз, хорошо? Так, men esa ungacha har bir yiliga bittadan rumyana berishdi, bittaga yana bir dunyo podarka berishdi. Bu juda ham katta ish, yana bir marta aytaman. Sensilu brendi O'zbekistonga ofitsial kirdi. Sentimentodan 243-rangni ishlatdim. Menimcha Bloomda sotuvda bor. Pomada Radiant brendidan 06-rang pomada. Radiantning pomadalarini ishlatib ko'ringlar, juda ham yoqadi. Juda ham chiroyli pomada chiqaradi. Ana endi xuddi shu Sofiya bilan ana endi go'zallarim sizlar bilan birgalikda Shabnam, kipriklaringga kiprik qo'ymasa ham bo'ladigan ekan. Kiprik qo'yilgan. Kim bugun mouse brush xarid qildi? Kim? Rahmat. Kim bugun mouse brushdan nabor xarid qildi? Kim? Молодец! Rahmat ishonch uchun. Hozir beshinchi rang bleskimni olaman, 35-rang. Kichkinaroq birorta kestimni olaman qizlar. Highlighter uchun bu eng qulay kestichka. Highlighter surgan joyim o'rtasiga bundan qo'shaman. Blik. Blesk 35. Illusion. Yoqqan bo'lsa xursandman. Lototronni olib kelinglar. Birinchi iPhone o'ynaymiz. Ikkita qora, bitta ko'k ekan. Qaysi birini o'ynaymiz? Bitta qora. Все работает, да? Всем здравствуйте. Всем спасибо, что пришли. Спасибо вашим родственникам. Ну, мне надо еще, знаете, сложно, мне надо культурным быть. Я-то вообще ужас, я не знаю, как вы меня пригласили просто. Я вообще не знаю, как меня пригласили. У меня коллеги, типа, Макс, ну ты вообще не формат для Узбекистана, для Казахстана, для еще, ну, рядом стран, у кого такой мощный религиозный культурный код. Я говорю, зато я профессионал хороший, человек с большой, хорошей душой, поэтому меня приглашают.
значит, мы прорабатываем брови. А я вот эти тупые моменты упомянуть, какие-то особенности на коже, да, не всегда ты получится такой прям деликатный. О! Здесь тоже эта часть, когда открываешь. Максим, спасибо огромное вам. Спасибо, друзья, за вашу поддержку, ваши аплодисменты. Браво! Мы продолжаем далее. Se me defende, não também ama ser medo e confiar. Não era mais que sonhos. Olha. That you want, that you won't, that you will not forget it. Ni por telescopio demasiado alto, ninguno lo copió. Lo que los extraterrestres están haciendo. Esto es lo mejor. Esto es lo mejor.
Ассаламу алейкум, O'zbekiston. Yaxshi charchamasdan o'tiribsizlarmi? Ahvoli qalay? Всем привет, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Джемшит Мавлянов. И я очень рад находиться на этой сцене. И огромное спасибо нашим организаторам, Муаззам. Согласитесь, ребята, организация вообще супер. Да? Как обычно, просто, как мы волны делаем, так же я их накрутил. То есть раз, два, три. Ага. Так, расчесочку мне. Так, я на челочку добавляю волосы. Смотрите, как я это добавляю. Когда я накручивал, ребят, я вот эти волосы снизу. Дресс-код сказали белые. Я одел. А потом она мне говорит, это тебя не касается. Волосы. Все остальные волосы я накрутил. Модным методом. Жгутиком, да, жгут. Так, челочку я выделяю. Вот эти волосы я сейчас буду накручивать и показывать, как я накрутил их. Волюм помыл. Фирмы Terra, да? И спрей Next List Age. Вот эту наношу волосы. Очень нравится мне. И такой блеск оставляет в волосах. Да, нет, очень продукция нравится, ребят. Только лак я использую все-таки Шварцкопф. Мне больше Шварцкопф нравится. Собирай. Мне сказали, если ты больше часа задержишься, мы тебя выгоним. Я же верю. Или они могут так сделать? Нет. Так, начесал, ребят. Смотрите. Теперь плойку. Плойка. Первая. Так, смотрите, ребят. Большой палец ставлю, сразу плойку и начинаю накручивать. Да. 360 градусов, да? 360 градусов. 380 градусов? Ой, 360 градусов. Да, ребят? Чуть волнуюсь, нет? А зал вообще, да, красивый. Я такой зал еще не встречал. В многих городах был. Очень мне нравится. В прошлом году тут зал был круглый, тоже был очень. Ага. Я кушал. Если ты кушал, я тогда тебе чуть-чуть отдаю. Вы покушали, нет? Вы пообедали уже, было? Нет? Нет. Да, нет. Кто-то покушал, кто-то нет, да? А самое последнее уже на чистоту работаем, ребят. Там снизу можно начесать, а верхний можно уже на чистоту. Слегка. Можно начесать, но слегка. Давай, чуть-чуть воск. Все, сзади мы так оставляем пока. Это надо дочистить. Ладно, да, времени нету. Пока так оставляем. Теперь переходим вперед. Вот эту я зафиксирую лаком и дальше внутри отсюда тяну. Видишь, отсюда тяну. Подкручиваю. Да, правда, вот здесь вот я хочу перечесать чуть-чуть. Грязница пошла. Прошу прощения. Да? Бывает, что нет. Да, смотрит подкрутить, надо ее побольше вытянуть. Продеваю невидимки до конца, вдоль валика. Угу. Вот таким образом. Ребят, смотрите, шпилечка. Да. Вот эти мелкие волосы я просто убираю, чтобы я шпилечкой.
Вот, видно, да, сейчас? Вот, смотри, я вторую уже сразу подготовил. Верхнюю я немного спрей воска направляю в волосы и начинаю тянуть. Лакирую изнутри и шпилечкой прижимаю. Смотри, прижал. Теперь половина вот этой волны, половина на валике, а половина на голове, ребят. Не забывайте, половина на голове. То есть мы прическу должны одеть на голову, а не поставить на голову. То есть, сейчас подожди, я расчешу заново. Лакирую изнутри. Смотри, уже на голову я вышел. Да? Как там бурасыз? Қаннанысыз? Жизахмасынсыз? Мягендай. Да, смотри. И, следующий я уже приготовил, да? Все так же, смотри, кончики я просто оставляю, мне не нужны. Если короче было бы волосы вот настолько, я эту прическу мог бы сделать. Так, я следующую опять подготавливаю, шпилечкой даю направление пока и начинаю работать вот с этими волосами. Да. Акажонок. И тяну. Изнутри лакирую. И шпилечкой прижимаю, ребят. Когда шпилечкой прижимаю, я создаю за счет этого ребры. Теперь расчесываю. И половину волны я продеваю, то есть ставлю на голову. Вот это не забудьте обязательно, ребят, а то если вы на валике все это сделаете, и она большая голова получится. Поэтому на голове работаете. Видишь, вот эта часть на голове, а вот эта часть на валике. Изнутри лакирую,